hurmatli deputatlar va sessiya qatnashchilari, bugungi bo'lib o'tgan Xalq deputatlari Ishton tuman kengashining 7-chaqiriq 23-sessiyasida tuman kengashining 24 nafar deputatdan 21 nafari ishtirok etmoqda. 3 nafari huzuriy sabablarga ko'ra tanisha olmayapti. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Xalq deputatlari Ishton tuman kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 23-sessiyasini ochish to'g'risidagi taklif kitaman. Xalq deputatlari Ishton tuman kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 23-sessiyasini ochilsin deb taklifni ma'qullab deputatlar qo'l ko'tarib tasdiq berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraf yo'q. Bir ovozdan taklif tasdiqlandi. Xalq deputatlari Ishton tuman kengashining navbatdagi 7-chaqiriq 23-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Shuningdek, sessiya ishida Xalq deputatlari, Samarqand viloyat kengashining deputatlari, Xalq deputatlari, Ishton tuman kengashi deputatlari, Ishton tuman hokimining o'rinbosarlari, tumandan huquqni muhofaza qiluvchi organ rahbarlari, tuman partiya vakillari, tumandagi korxona va tashkil rahbar hamda ommaviy axborot vosita vakillari ishtirok etmoqda. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 2-moddasiga asosan sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. 15-qoracha saylov okrugidan Xalq deputati Ishton tuman kengashi deputati Mavliyanov Jamol Ortiqovich sessiya kotibi etib saylash taklifini kitaman. O'sha taklif bormi? Bo'lmasa ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Qarshilar, betaraf, nomzod tasdiqlandi. Marhamat. Jamol Ortiqovich, ketishingiz mumkin. Hurmatli sessiya ishtirokchilari, sessiya kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak.
ishlatib quyidagicha bo'ladi. Mavzu uchun 10 daqiqa, savollar uchun 2 daqiqa, ma'lumot uchun 3 daqiqa. Kun tartibi bo'yicha Ishton tuman kengashi doimiy komissiya partiya guruhlari fikri, mulohaza va takliflar berishlari ham mumkin. Kun va ish tartibiga qo'shimcha takliflar bormi? Bo'lmasa, marhamat. Mahalliy budjetga tadbirkor rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining taklifiga binoan 2026 yil 1-yanvar holatiga erkin qonun mablag'lari hisobidan bizlar boshlangan qo'yganmiz yugurish orqali o'sha bugun 28-chi kun tugatilganligini inobatga olib kun tartibiga ushbu masalani kiritishlarini so'rab olgan bo'ladi. Sessiya kun tartibi bo'yicha yana boshqa taklif bormi? Tasdiqlasin degan deputatlar qo'l ko'tarib, tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Betaraf? Yo'q. Bir ovozdan tasdiqlandi. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, tasdiqlangan reglamentni amal qilishimizni so'rayman. Hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari, endi kun tartibidagi kiritilgan masalalar muhokamaga o'tamiz. Masalamiz O'zbekiston Respublikasi 1993 yil 2-sentyabrdagi mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi 912 sonli qarorning 24-moddasi va O'zbekiston Respublika Prezidentining 2017 yil 13-dekabrdagi Prezident farmonining 70-80 sonli farmoni ijrosini ta'minlash yuzasidan Ishton tumanidan 2026 yil 1-chorak davomida amalga oshirilayotgan ishlar va erishilgan natijalar to'g'risidagi masala muhokama qilinadi. Ushbu masala bo'yicha so'z Ishton tuman soliq inspeksiyasi boshlig'i Usmonov Oybek Sodillayevichga beriladi. Marhamat, Oybek Sodillayev. Mahalliy budjet rejasi 173 milliard 160 million so'm belgilangan. Ushbu reja topshiriq 30 mart holatiga 35 milliard 310 million so'm, ya'ni 24% bajarish ta'minlanadi. Birinchi oylik mahalliy budjet rejasi 33 milliard 832 million so'm, 31 mart holatiga 35 milliard 310 million so'mga, ya'ni 104% choraklik reja ortig'i bilan 1 milliard 478 million so'mga bajariladi. Mahalliy budjet daromadlarini asosiy qo'shimcha manba hisobidan quyidagi holatlar bo'yicha bajarilganligini ko'rsak bo'lsa, shunda 170 ta subyektlarning tovar aylanmasi 8 milliard 200 million so'mga, tovar aylanmasini oshirish hisobiga qo'shimcha 142 milliard so'm aylanmadan olinadigan soliq undirildi. Qo'shimcha aniqlangan 704 obyektlardan jami 879 milliard so'm qo'shimcha soliq hisoblandi. Mol-mulk solig'idan 299 million so'm, yer solig'idan 581 million so'm aniqlandi. 49 ta bo'sh turgan obyektlarni ishga tushirish hisobiga 147 ta yangi ish o'rinlari yaratildi. 101 ta vaqtincha moliyaviy qiyinchilikka duch kelgan tadbirkorlik subyektlarining faoliyati tiklandi. Ishchilar soni va ish haqini oshirish hisobiga 376 ta korxonalarda 134 ta norasmiy ishlar legallashtirish natijasida qo'shimcha 146 million so'm daromad solig'i undirildi. Qatlov natijasida 274 ta noqonuniy faoliyat ko'rsatayotgan tadbirkorlik subyektlari qonunlashtirib belgilangan tartibda davlat ro'yxatiga o'tkazilib, soliq to'lash majburiyatlari tushunchalari berildi. Bundan tashqari Prezidentimiz 242 sonli qarori ijrosi bo'yicha 26-yanvar-mart oylari, ya'ni ikkinchi chorak uchun 3472 nafar fuqarolar o'zini o'zi band qilib, tegishli tartibda soliq to'lov rejimlariga o'tkazildi. Endi bu hisobotning doimiy komissiyada ko'rilgan qisqacha shundan iborat ekan, savol takliflar bo'ladigan bo'lsa, savol takliflar bormi?
muhokama etilgan masalalar bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida hamda tegishli mas'ullar ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun so'z Abdug'aniyev Somonxonovga beriladi. Marhamat. Batafsil muhokama qilindi. Sessiya muddatiga kiritilgan xizmat deputatlaridan xohlaslar shu masalani hal qilib berishadi. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflar taqdirga qo'shilgan holda qaror loyihasi tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qul. Ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlaringizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraf yo'q, qaror qabul qilindi. Kun tartib masalamiz Shuhrat tumani yoshlar bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar va erishilgan natijalar to'g'risidagi masala muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha so'z Shuhrat tumani iqtisodiyot va moliya bo'limi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Shoniyozov Azamat Rahmonovga beriladi. Yoshlar ishlari bo'yicha boshlig'i Akbarov Obidjon Qamishov o'g'liga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Yoshlar bandligi yo'nalishida 2026 yil 8 yoshlarimiz aniqlangan bo'lib, davlat rahbarimiz ma'ruzatlariga binoan bu yoshlar 33 nafar davlat tashkilotlari rahbarlariga, shundan 8 nafar viloyat rahbarlariga, 128 nafardan 22 nafar tuman rahbarlariga, 640 nafar rahbarlarga noma'lum biriktirilib, ularning bandligini ta'minlash mas'uliyati belgilangan. Biriktirilgan tashkilot rahbarlari hamda yoshlar yetakchilari bilan birga har bir yoshlar muammolari o'rganib, ularni qiziqishi hamda mutaxassislardan kelib chiqib bandligini ta'minlash bo'yicha yo'l xaritalari tuzib olingan. Olib borilgan amaliy ishlar natijasida 807 nafar yoshlardan 807 nafarning 100% bandligi ta'minlandi. Bundan 195 nafar yoshlar doimiy shug'ullarga joylashtirildi. 44 nafar yoshlarga tadbirkorlik faoliyati cheklovlari ajratilib, 200 dan ziyod ish o'rinlari yaratib berildi. 8 nafar yoshlarga qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish va ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash uchun yer maydonlari ajratilib, bunda ham 100 dan ziyod ish o'rinlari yaratib berildi. 47 nafar yoshlarga daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash uchun subsidiya asbob-uskunalar ajratildi. 120 nafar yoshlar qonuniy mehnat migratsiyasiga yuborish orqali bandligi ta'minlandi. 30 nafar yoshlar ta'limning keyingi bosqichiga jalb etildi. 147 nafar yoshlar kasbxona va zamonaviy kasblarga o'qitildi. 40 nafar yoshlar muddatli harbiy xizmat birgalikka yuborishda ko'maklashildi. 176 nafar yoshlar uzun band ekanlar yoshlik sohasi bo'yicha 2026 yilning birinchi chorak yakuni bilan ishsiz yoshlar bandligini 100% ta'minladi. Savol va takliflar bormi? Muhokama etilgan masalalar bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishi hamda tegishli mas'ullar ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun so'z Rabbinov Aziz Usmonovga beriladi. Marhamat, Aziz Usmonov. Shuhrat tumani yoshlar bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar va erkinliklar natijalar to'g'risidagi ijtimoiy soha yoshlar siyosati madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining xulosasi Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2024-yil shahar kengashlarining namunaviy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi K832 sonli qarorning 82 moddasiga asosan tegishli doimiy komissiya hisobotida o'z majlisida mahalliy davlat boshqaruv organlari rahbarlarining ishtirokini muhokama qilish hamda doimiy komissiyasi xulosasi va mahalliy kengash qaror loyihasi tayyorlash tartibi belgilangan. Belgilangan tartib bo'yicha xalq deputatlari Samarqand viloyat Ishxon tumani kengashi hokimiyatining 25-dekabrdagi 15-15/214 sonli xati Samarqand viloyat hokimiyatining 2026-yil 10/11/68 sonli yig'ilish bayoniga muvofiq Ishxon tumani yoshlar bandligini ta'minlash borasida amalga oshirilgan ishlar va
erishilgan natijalar to'g'risidagi Ishxon tuman hokimining o'rinbosari Prezidentning hisoboti joriy yil Xalq deputatlari Ishxon tuman kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha komissiyasida ko'rib chiqildi va muhokama qilindi. Ushbu masalani tasdiqlashni Mazkur masala bo'yicha qonun loyihasilarga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohaza hamda takliflarga qo'shilgan holda qonun loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qulasiz degan taklif qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Betaraf? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi keyingi masalamiz Ishxon tumani yoshlar uchun yozgi ta'til mazmunli va samarali tashkil etish kiritilgan dolzarb 90 kunlik chora-tadbirlarni rejasini tasdiqlash to'g'risidagi masala muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha so'z Ishxon tuman hokimining o'rinbosari vazifasini vaqtincha bajaruvchi Abdujabborov Birkomil Yoqubovichga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining 2026 yil 3-maydagi topshirig'iga asosan tumandagi mahallalar va ta'lim muassasalaridagi yoshlarning yozgi ta'tilini mazmun va samarali o'tkazishga qaratilgan dolzarb 90 kun amaliy tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan. Ushbu dasturimiz 44 banddan iborat. Sizdan ushbu amaliy dasturlar Savol yoki takliflar bormi? Muhokama etilgan masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida ham tegishli masala ishtirokida muhokama qilingan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun so'z Hakimova Nasiba Jo'raqulovaga beriladi. Marhamat, Nasiba Jo'raqulova. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2024 oktyabrdagi xalq deputatlari viloyat tuman shahar kengashining namunaviy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi KFU 835 sonli qarorining 82-moddasiga asosan tegishli doimiy komissiya hisobotni o'z majlislarida mahalliy davlat boshqaruvi organi rahbari ishtirokida muhokama qilish hamda doimiy komissiyaning xulosasi va mahalliy kengash qarori loyihasini tayyorlash tartibi belgilangan. Belgilangan tartib bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining administratsiyasi rahbarining 2026-23 maydagi 02/1/2736 sonli topshiriq xatiga asosan Ishxon tumanida yoshlar uchun yozgi ta'tilni mazmunli va samarali tashkil etishga qaratilgan dolzarb 90 kun chora-tadbirlar rejasini tasdiqlash to'g'risida Ishxon tuman hokimining o'rinbosari Jalolbekning hisoboti joriy yilning 16-iyun kuni xalq deputatlari Ishxon tuman kengashining doimiy soha, ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida batafsil ko'rib chiqildi. Doimiy komissiya majlisida Ishxon tuman hokimining o'rinbosari Berdiyev hisoboti qoniqarli topildi. Shu masalasi bo'yicha hurmatli deputatlar tasdiqlab berishimizni so'rayman. Mazkur masala bo'yicha loyihalarga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalar hamda taklifga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qulasiz degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Betaraf? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Bundan keyingi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-apreldagi Prezident qarorining 215-sonli qarori asosida Ishxon tumanining 2025-yil davomida sog'liqni saqlash sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, aholining salomatligini mustahkamlash va tibbiy xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha so'z Ishxon tuman sog'liqni saqlash bo'lim boshlig'i vazifasini vaqtincha bajaruvchi Qaynarov Javlon Yo'ldoshovga beriladi. Marhamat, Javlon Yo'ldoshev.
ishlar yili bo'ldi. Ya'ni o'sha sinov loyihasiga tushganligi sababli juda katta o'zgarishlar bo'ldi. Hozirgi vaqtda Ushton tumanida 30 ta tibbiyot muassasasi faoliyat ko'rsatmoqda. Shundan bitta markaziy shifoxona, 25 ta oila poliklinika, 4 ta oila poliklinika filiali. Hozirgi vaqtda sog'liqni saqlash bo'limimizda 1883 nafar tibbiyot xodimi xizmat qilmoqda. Eng asosiy e'tibor 2025 yilda tibbiyotni birlashish bo'g'iniga e'tibor qaratildi. Ya'ni 45 ta turli tibbiyot muassasalari negizida 25 ta oila poliklinika tashkil etildi. 2025 yilda 264.972 nafar fuqaro bilan oila shifokorlari o'rtasida bitim tuzildi. Endi oldingi vaqtlarda oila poliklinikalarga bir oydagi murojaatlar soni 9 mingni tashkil qilgan bo'lsa, islohotlardan keyin 46 mingga ko'tarildi. Ya'ni 5 karraga oila shifokorlari, oila poliklinikalar murojaatlar soni oshdi. Yana eng asosiy qilingan ishlardan bittasi dispanser hisobda turuvchi bemorlarni Registratsiya dasturi orqali to'liq tanlab olishga erishildi. Ya'ni hozirgi vaqtda har oyda tumanimizga 286 million 477 ming so'm limit mablag' ajratilmoqda va o'sha mablag'lar hisobiga dispanser bemorlar bepul dorilar bilan ta'minlanmoqda. Hozir mana shu kunning oxirgi ma'lumotlarda mana shu summa ham bizga yetmay qolyapti. Ya'ni bizlar mana shu mablag'ni to'liq o'zlashtirib bemorlarga beryapmiz. Oxirgi yilda bizda statsionar xizmatga o'zgarishlar bo'ldi. Ya'ni biz 54 xil yangi davolash usullarini yo'lga qo'ydik. Bu masala ko'rib chiqilgan. Statsionar ma'lumot shunday, savollar bo'lsa ma'qul. Savol takliflar bormi? Hokimiyatga masala bo'yicha qarab qolishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida ham tegishli masala ishtirokida muhokama qilingan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun so'z Rabbimov Aziz Usmonov beradi. Bitta savol bor, mana bu Chayjovilda 10 sonli xilta bor. Oilaviy shifoxona, poliklinika bor. Ana shu yerda doimiy borganda murojaat bo'ladiki, elektrdan uzilish juda ham ko'p bo'ladi. Unga quyosh paneli o'rnatilgan. Bu qachon ishga tushadi? Ularda shart-sharoit, tibbiy xizmat ko'rsatish uchun bizlarda noqulayliklar keltirib chiqaradiganini aytadi. Ular doimiy borganmiz. O'sha quyosh panellari bo'yicha qanday fikr bildira olasiz? U qachon ishga tushadi? Birinchi savolim. Ikkinchisi, avvalgi safargi ma'lumotlarda ham aytgansiz, hozir aka sizga katta rahmat, har doim kelasiz, shu ma'lumotlarni taqdim qilasiz. O'shanda laboratoriya xizmati juda ham yaxshi yo'lga qo'yilganligini aytasiz. Laboratoriyada xizmati hozir o'sha oila poliklinikalarga borib, qon tahlillarini, tahlil analiz analarini olib kelib, bu yerda laboratoriyadan o'tkazib, javoblar yetkazib berilgan ekan. O'sha qon tahlillarini anosi uyib qoladi, nimadir o'sha anosini yo'qotadi, o'zligini yo'qotish sifatini yo'qotadi. O'sha yo'qotish jarayoni qancha vaqt va o'shanga ulguradimi, qanchalik darajada ishonchli demoqchiman o'sha natijasi. O'sha transport ishadimi yoki o'sha qancha vaqtda yetkazib boradi va uni tahliliga xalq ishonyapti, qaytarib olib kelgandan keyin analiz chiqyapti. O'shalar qay darajada ishonchli? Savollarim sizga shundan iborat. Rahmat. O'rda Chayjo'nda biz 11 oila poliklinika faoliyat ko'rsatadi. Xabarlarimiz bor, hozir biz qo'shimcha bino qilyapmiz. Reja bo'yicha mustaqillikka bino qilib bo'lish kerak. Qo'shimcha bino qatorida hozir aka. Chayjo'nda. Uchanisida. Bu haqda Chayjo'nda qatorida qo'shimcha. Bu masala bo'yicha hozir bizlar taklif beryapmizki, quyosh paneli ham, lekin haqiqatdan bizni ishimizga ta'sir qiladigan bir svet muammosi bo'lyapti. Bizga hozir 25 ta generatorga biz ehtiyoj berganmiz. Bu tomondan ham generatorlar qo'yish orqali ham o'sha svet masalasini hal qilmoqchimiz. Bu quyosh panelni ham
ko'rib chiqamiz. Bunday og'ir muammolarimiz yo'q, joyiga qo'yamiz. Endi laboratoriya bo'yicha shundayki, laboratoriya bizlar tashkil qilganda o'sha olish joyini ham bizlar ishlarni ta'minlaganmiz. Maxsus mashinamizda ham o'sha olib kelishga sharoitlar bor, lekin bitta narsa, agar o'sha analizni o'sha joyni o'zida qilib tahlil qilgan holatda ham o'zi nimalar ko'rsatadiki 5% gacha yo'qotish kuzatiladi. Ya'ni aslida hozirgi vaqtda olinadigan shprislar bilan olish 100% garantiya bermaydi. Shuning uchun bizlar taklif berganimiz holatda, chunki Vazirlar Mahkamasining qarorida faqatgina shpris xarid qilish mumkin degan bizlarga bor sharti bor. Lekin maxsus ignalar olish nimasini taklif berganmiz. Agar o'sha maxsus igna orqali qonni oladigan bo'lsa, bu qonni sifatini 100% ta'minlab beradi. Shuning uchun bu talabga o'zgartirish kiritish kerak. O'shani hal qilishimiz kerak. O'rtasida biz 3 so'm turadigan bo'lsa, uni narxi 800 atrofida. Bunga mablag'da muammo yo'q, faqat o'shani kiritib berish kerak vazirlik. Shundan keyin bu muammo hal bo'ladi. Endi laboratoriya markazlashgani bu avval bir sifatga ta'sir qilgan. Chunki oldingi poliklinikada qiladigan analizlarimiz sifati chiqarib javob bermasdi. Hozir yaxshi tomoni o'sha tahlil olib kelgandan keyin sun'iy intellekt ishlaydi. Bu yerda laboratoriyada qo'l tegmaydi. Ular tahlilga qo'ygandan keyin o'zi avtomatik ravishda tahlil qilinadi. Demak, tizimiga avtomatik ravishda tashlab beriladi. Bunga qog'ozbozlik, ularni belgilash, kompyuterda ishlash degan narsalar bartaraf etilgan. Faqat 100%ga ishonchli emas ekanda, qulay ekan, lekin ammo shu yerga olishda avtomatda emas. Qon tahlili olishda shpris bilan olinganda 5% gacha yo'qotish o'zi tabiiy kuzatiladi. Faqat buni maxsus igna olganda 100% gacha yetkazib borguncha yana sifat yo'qoladi. Yo'q, u yerda yo'qolmaydi. Chunki maxsus o'zi qiladigan nimalarimiz bor, konteynerlarimiz bor, u yerda yo'qolmaydi. Endi bittasi. Assalomu alaykum. Men 8-kursdan saylov okrugidan Safarovga Menda mana fuqarolarimga bor murojaatlarini tinglaganimizda ularning murojaatlari juda ketma-ket kelyapti. Asosan mana nuroniylarga, nogironlik mavjud fuqarolarimizdan kelgan murojaatlarda mana shu 15-poliklinikaga qarash oilaviy poliklinika bordi. Konteyner bor, o'zingiz xabaringiz bor. Xolajon qishlog'ida, Moxbir mahalla Xolajon qishlog'ida. Ana shu konteynerda tiklab berishdi. Hech bo'lmasa bizlarga bitta patronaj yerga yuklab berishdi taklifini so'raganda, bu qanday nima qilsak bo'ladi? Shuni savoliga javob berishimiz juda qiyin bo'lyapti. Shu 2025-yilda chiqqan hudud farmoni 808 qarori 185 da ko'rsatilganki, ya'ni optimizatsiya qilish. Ilgari o'sha mahalla tibbiyot punktlar beradi, konteyner olib keldik. Bizda 15 ta konteyner bor, keyin yana 10 ta mahalla tibbiyot punkti tashkil qilgan edik, 25 taga chiqqan edi. Hozirda o'sha hammasi bartaraf qilingan, ya'ni ularga xizmat ko'rsatadigan sifat javob bermagani uchun oilalarga tashkil qilingan. Endi sizni savolingizga mana bilsangiz Moxbarda yangi qurilyapti. Biz hozir yana rejamiz bo'yicha Hazarbobo mahallasiga yana oilalarga quriladi, zamonaviy quriladi. Endi hozirgi zamonda zamonaviy poliklinikalarda zamonaviy xizmat olish kerak-da. Bu konteynerda o'ta tibbiy xizmat sifat bo'lmaydi. Sifatga erishib bo'lmaydi. To'g'ri, xalqimiz toza yaqin bo'lsin deydi, lekin yaqinlashtirganimizda sifat yo'qoladi. Shuning uchun endi zamonaviy qilish kerak. Unda o'zi apparati bo'lishi kerak, texnik apparati bo'lishi kerak. Zamonaviy poliklinikalarda tibbiy xizmat olsa, aholiga o'ziga ham yaxshi bo'ladi-da. Ular faqatgina bittaga buqalanishni o'ylayapti, lekin bu bilan sifatga erishib bo'lmaydi. Hech bo'lmasa birinchi yordamda so'rayapti. Birinchi yordam tez yordam bor. Endi har bir qishloqda ilgarigi tizim bo'yicha qilingan, lekin o'zini ijobiy natijalarni ko'rsatmagan. Shuning uchun vazirlik tomonidan to'xtatilgan. Shuning uchun hozir mahalla tibbiyot punktlarini to'xtatamiz. Hisob bersangiz. Bormang savolga. Marhamat. 19-minor saylov okrugi deputati Abdug'aniyev savolni uzatmoqchi bo'laman. Savolim shundan iboratki, mana biz ko'rib turibmiz, davlatimiz tomonidan meditsinaga juda katta e'tibor qaratmoqda. Shu bilan birga Ishtixon tumanida ham bu
juda kattayib yangi tuzilgan yangi zamonaviy binolar bitkazib berilmoqda. Shu bilan birga muammo shunda bilan yakunlanadi degani emasda, mana biz bilamizki mutaxassislar muammosi. Bizga qachon qaramasak o'sha sizlar e'lon qilasizlar. Hozirgi kunda tumanimizda o'sha tibbiyotda mutaxassislar qay darajada ta'minlangan. Ming zamonaviy bino qurib berganimiz bilan uning ichidagi mutaxassislar o'shanga loyiq bo'lmasa ekan, bu davolashda yaxshi natijaga erishmasligimiz bunday ravshan hammamiz bilamiz masalan. Shunday ekan mutaxassislar jalb qilish bo'yicha tuman tibbiyot rahbariyat tomonidan shu kungacha qanaqa ishlar amalga oshirilmoqda, chora-tadbirlar belgilanganmi? Balki belgilanmagan bo'lsa, nima uchun belgilanmagan? Belgilangan bo'lsa, nimaga bunchalik qabul qilinishligi bizda ko'proq bo'lyapti. Sababi qachon qaramasak mutaxassis yetishmasligini ko'ramiz. Ham hisobotingizdan bergansiz, qanchadir mutaxassis yetishmasligini ta'kidlab o'tgan. Shu haqida bizga ma'lumot bersangiz, rahmat. Mana shu hozirgi vaqtda Ishton tumani viloyatda eng yaxshi kadrlarni ta'minlagan tuman hisoblanadi. Sababi mana shu 2025-yilda bizda 127 ta tibbiy brigada bo'lganda 127 ta shifokor kerak bo'lgan holda bizda 58 ta shifokor ishlagan. 50%ga haqiqatda bilash bo'lmadi. Hozir 97 ta brigada tashkil bo'ldi, ya'ni tizim bo'yicha bizda hozir shu kunga 92 ta oila shifokor ishlayapti. Ya'ni 5 tagina bizda oila shifokoriga ehtiyoj qolgan. Bizda mana shu boshqa viloyatdan 25 ta kadr olib ishlatyapmiz. Xabarlar bo'lsa, ustamalarni berib, yoki 32 ta boshqa tumandan kelib Ishton tumaniga ishlab beryapti hozir vaqtda. Hozir mana kecha ta'lim qildik, institutda keladigan biz shartnoma qilganmiz, 15 ta 20 ta bolamini to'g'risi aytganda ular hozircha joy yo'q. Biz hozir arz sistemasi olib ketgan, bor yo'q o'zi 5 ta joyimiz bor, lekin 15 ta bola turibdi navbatda. Bu yil 100% ta'minot bo'ladi. Bizda kurashlarga ehtiyoj qolmaydi. Bormi yana savol takliflar? Marhamat, Aziz Usmonovich. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Bildirilgan fikr va mulohazalar hamda taklifga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qulasiz degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlaringizni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraf yo'q, qaror qabul qilindi. Kun tartibiga masalan, xalq deputatlari Ishton tuman kengashining 2026-yil mo'ljallangan ish rejasidan yeniga bandiga muvofiq O'zbekiston Respublika Prezidentining 2023-yil 1-maydagi sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi Prezident qarorining 140-sonli qarorini yuzasidan Ishton tumanida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi masala muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha Ishton tuman sog'liqni saqlash bo'limi boshlig'i Abdurazzoqov Bahodirga marhamat. Assalomu alaykum, aziz
prezidentimizda birinchi 40 sonda qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Ushton tumanida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan ma'lumot bermoqchiman. Avvalambor 2025 yilda biz elektron tibbiy kartani yaratdik. Ya'ni to'liq eski tizimdagi ambulator kartalardan voz kechdik. Ikkinchisi elektron resept tizimini ishga soldik. Men hozir ham aytib berdim. Registratsiya dasturi orqali hali 200-800 million so'mlik dorini elektron resept orqali isbotlarga berishni ta'minlab beryapmiz. Hozirgi vaqtda raqamlashtirish bo'yicha elektron yo'llanma tizimini yo'lga qo'ydik. Ya'ni o'sha ilgarigi qog'oz orqali beriladigan yo'llanmalarni bartaraf etib, elektron yo'llanma orqali bemorlarni mutaxassislarga borishi, shifoxonaga yotishini ta'minlab berdik. Raqamlashtirish orqali laboratoriya axborot tizimi ham yo'lga qo'yildi. Ya'ni o'sha qilingan tahlillar shifokorga hamda fuqaroga demak tizim orqali uni yetib boradi. Ya'ni fuqaro o'zini tahlillarini o'zini demak profili bo'yicha ko'rsatsa bo'ladi. Bundan tashqari biz emlashlarni elektron reyestrini yaratdik. Dispanser bemorni elektron bazasini yuritishda elektron tizimini yaratdik. Statistik hisobotlarni elektron yuritish tizimini amaliyotga tatbiq qildik. Demak 25-yilda 117.328 nafar bemorga elektron retseptlar yozildi. 4670 nafar bemorga elektron yo'llanmalar berildi. Bu orqali bizlar to'liq raqamlashtirishga o'tib oldik. Endi tizimimizda bu tizimda ozroq muammolarimiz bor. Ya'ni muammolar shuki, zamon juda ham tezlashib ketyapti. Biz sun'iy intellekt orqali o'sha hisobot shakllarini yuritish, tahlil qilish tizimini yo'lga qo'ymoqchimiz. Bundan tashqari kompyuterlarimiz to'g'ri bor, lekin o'sha oldingi olgan kompyuterlarimiz hozirgi davr talabiga to'liq javob bermayapti. Baribir eskirish holatlari kuzatilyapti. Shuning uchun hozirgi holatda yana 80 ta yaqin kompyuterga ehtiyojimiz bo'lyapti. Keyin o'sha svet masalasini haqiqatga kelyapti. Biz generatorga Hurmatli rais, doim komissiyada muhokama qilganimizda yig'ilish ham bor, shuni qisqa savol javob o'tsak, ruxsat bersangiz. Savol o'tadi, marhamat. hammasi emas, ba'zi endi bitta savol bor. Olis hududlarimizda ham shunaqa sharoitlar yaratildimi? Misol o'zlaridan so'raladi. Ya'ni bunga qarorlarga ko'ra o'sha qog'oznomalarimizni internet tarmog'i ya'ni internet tizimimiz o'sha internet bilan bog'liq deyapmiz. O'sha sharoitlarni sizlar o'sha joyda muassasa yaratib qo'ydilaringizmi yoki hozirgi vaqtda internet yo'llanmasi markaziy shifoxonada 300 megabit sekundga yetgan, oilaviy harakatlarda 100 megabit bo'lishi kerak. Endi olis hududda haqiqatan shuni aytmoqchiydim, bizda to'rtta muammo bor. Ya'ni internet tarmog'i maktabga borgan, biz maktabdan olganmiz buni, lekin ko'p holatda maktab tomonidan o'chirib qo'yish holati kuzatilyapti. Chunki ularga tortilgan endi biz buni uzoq muddat tortib olish imkoniyatimizni hozir shuni maktab bilan kelishib olyapmiz. Agar u yerda boshqa muammo bo'lmaydi, agar uzoq hududlarimizga hammasini ham faqat o'sha aytganingizdek megabaytda sekundda kuchlanishlik baribir kam holatda kuzatilgan. Bormi savol takliflar? Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari. Men Afsonoyev Yildiz Salahbeynovich 9-Yangi avlod saylov okrugi deputatiman. Bahodir aka, sizga bitta savol ham taklifim. Mana shu DM tizimida foydalanishda o'tgan yili avgust oylarida kiritilgan shifokor bo'yicha haligacha ham bir o'zgartirish qilinmaganda. Masalan, o'sha
Hallakda deymizku, bu oilaviy poliklinika. O'sha yerda shifokori hozir ayni paytda Toshkentda abituriya bo'yicha ta'limni keyingi bosqichda o'qiyapti. Lekin ayni paytdagi shifokorimiz boshqa, Jahongir degan yigitda. Lekin tizimda hali ham o'sha eski shifokor qolib ketgan. O'shani yangilab, muntazam yangilab borishni taklifim bilaman. To'g'ri. Buni yana ko'rib chiqamiz, lekin bizda shunday tizimki, tizimimizda shunday funksiya bor, ya'ni blok qilish tizimi bor. Biz doimiy qilib boramiz. Agar birorta shifokor hatto kasallik varaqasiga chiqsa yoki ta'tilga chiqsa yoki uzun sonli ta'til oladigan bo'lsa, biz o'sha tibbiyot xodimini o'sha vaqtda o'zi bloklab qo'yamiz. Sababi fuqarolar bunga tusha olmasin yoki o'shaga yo'naltirib qo'ymasin. Shunday holat bo'ladi, poliklinikaga kelgan paytida u vrach yo'q bo'lishi mumkin. Shuning uchun o'sha kuni o'zida bloklab qo'yadi. U bloklangan. Faqat tizimdan chiqarish bo'yicha agar o'yda qolgan bo'lsa, uni chorasini ko'ramiz. O'tin beramiz. Bu katta muammo emas, uni hal qilamiz. Muhokama etilgan masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida hamda tegishli mas'ullar ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyani xulosasini bildirish uchun so'z Abdimov Aziz Usmonovga beriladi. Marhamat, Aziz Usmonov. Kengashda 2026 yilga mo'ljallangan ish rejasining 2-chi bandiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1-maydagi sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi katta O'zbekistonning qarori ijrosi yuzasidan amalga oshirilgan ishlar to'g'risida ijtimoiy soha yoshlar siyosati madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiyasining xulosasi aqlolishini ko'rsatadiki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 1-maydagi katta O'zbekistonning qarori ijrosi doirasida tuman sog'liqni saqlash tizimini raqamlashtirish, elektron tibbiy xizmatlarni keng joriy etish hamda tibbiyot muassasalarining axborot kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish borasida muhim natijalarga erishish, shu bilan birga mavjud model texnik muammolarni bartaraf etish, internet va elektron ta'minot barqarorligini ta'minlash, tibbiyot muassasalarida zamonaviy texnika vositalari bilan qo'shimcha jihozlash hamda raqamli xizmatlarni yanada takomillashtirish bo'yicha ishlarni izchil davom ettirish maqsadga muvofiqligi hisoblanadi. Mana shu masalani sessiya kun tartibida tasdiqlashlarini so'raymiz. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasiga tarqatilgan bildirilgan fikrlar mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasi tasdiqlasa ma'qulmi? Ma'qulmasin degan ma'qulmasin deb taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Qarshilar yo'q, e'tiroz yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi keyingi masalani ishtirok tumani yoshlar daftarini jamg'armasiga hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Ishtirok tumani yoshlar ishlari bo'limi boshlig'i Akbar Obidxon Sobirovga beriladi. Marhamat. Yoshlar daftari jamg'armasi hisobidan 2026 yil 2010 yilda yangi O'zbekiston yoshlar birlashuvi ishlar ostida tashkil etilgan yoshlar festivali yuqori saviyada tashkil etish uchun va faol ishtirokchilar rag'batlantirish bilan bog'liq hayotlar uchun sessiya tartibiga mablag' kiritganmiz. O'shani tasdiqlash. Savol va takliflar bormi? Muhokama etilgan masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida hamda tegishli mas'ul ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun so'z Safarova Gulmira Karimovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, albatta mana shu komissiyada o'rganib chiqildi, doimiy komissiyada o'rganib chiqildi. Mana shu navbatida ham deputatlar Usmon Kengashining majlisi mahalliy byudjet tadbirkorligini rivojlantirish va iqtisodiy masalalar bo'yicha komissiyada o'rganib chiqib, ular takliflarini inobatga olingan holda hurmatli deputatlarimizdan mana shu loyihamizda qo'llab-quvvatlab tasdiq berishni so'rayman. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan. Bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi?
ma'qullansin degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Betaraf? Yo'q. Keyingi kun tartibidagi masalamiz Xalq deputatlari ishtirok tuman kengashining 2026 yil mo'ljallangan ish rejasini 21-bandiga muvofiq aholi iste'moliga mo'ljallangan mahsulotlarni sifati va xavfsizligini ta'minlash, sifatsiz hamda belgilangan talablarga javob bermaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarish va rejasi oldini olish, shuningdek narx-navoni oshirishga qaratilgan qattiq harakatlar bartaraf etish to'g'risidagi masala muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha sanitariya epidemiologiya osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi boshlig'i Abdulmurodov G'ayrat Baxtiyorovga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, yig'ilish ishtirokchilari, sanitariya epidemiologiya osoyishtalik, jamoat salomatligi qo'mitasi iste'mol bozorida muammolar profilaktik tartiblar kuchaytirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda tumanimizda 300 ming nafar aholi, 50 ming yaqin xonadon hamda 15 mingdan ortiq qonun tashkilot va tadbirkor subyektlar faoliyat yuritmoqda. 2025 yil davomida jami 8 ta nazorat tadbirlari amalga oshirilgan. Oziq-ovqat obyektlarida 244 ta, umumiy ovqatlanish obyektlarida 265 ta, savdo obyektlarida 253 ta, ichimlik suv obyektlarida 76 ta, shundan 11 ta tadbirkor subyektida biznes anlusini ruxsati bilan qonuniy tekshiruv o'tkazilgan. 2026 yil 5 oy davomida esa 445 ta nazorat tadbirlari amalga oshirilgan. Shundan oziq-ovqat mahsulotlari obyektlarida 154 ta, umumiy ovqatlanish obyektlarida 145 ta, savdo obyektlarida 114 ta, ichimlik suv obyektlarida 32 ta. Shundan 5 ta tadbirkor subyekt belgilangan tartibda tekshirildi. Nazorat tadbirlari davomida asosiy e'tibor mahsulotlarni saqlash sharoiti, yaroqsiz muddat, markirovka, sanitar holat, qonunlarni o'tganligi hamda ishlab chiqarish jarayoni gigiyenik talablarga yetilishga qaratilgan. 2025 yilda 343 ta obyektda, 2026 yilda esa 5 oyda 117 ta obyektda profilaktik tadbirlar tashkil etilgan. Ularda toza qo'llar dasturi asosida seminarlar, dars o'qutlari, amaliy o'quv tashkil qilinib, sanitar tavsiya hamda hujjatlar tarqatildi. Bu tadbirkorlar sanitar madaniyatini oshirish hamda qonun buzilishlarni oldini olishga xizmat qilmoqda. Ichimlik suv xavfsizligi bo'yicha tumanimizda 76 ta ichimlik suv inshoot doimiy sanitar nazoratga olingan, yillik va oylik reja asosida suv manbalari vakillari hamda kimyoviy tahlillar o'tkazilmoqda. Aniqlangan kamchiliklar suv va davlat korxonasining hamkorlikda qisqa muddatlarda bartaraf etilmoqda. Bu ishlar ichimlik suv orqali yuqadigan kasalliklarni oldini olishga muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sifatsiz mahsulotlarni muomaladan chiqarish 2025 yilda 50 ta holatda 2254 kilogramm sifatsiz oziq-ovqat mahsulotlari aniqlanib, qonunchilikka muvofiq yo'q qilingan. 2026 yil 5 oyda esa 24 ta holatda 251 kilogramm mahsulot, 85 kilogramm bozor mahsulot, 174 kilogramm bozor mahsulotlari muomaladan chiqarilgan. Bu ishlar oziq-ovqatdan zaharlanish holatlarini oldini olishda xizmat qilmoqda. Bundan tashqari laboratoriya nazorat tahlillari olib boramiz. 2025 yilda 464 ta bakteriologik, 504 ta kimyoviy, 44 ta toksikologik, 26 ta radiologik hamda 8 ta fizik holatlar tahlillari o'tkazilgan. Savol takliflar bormi? Muhokama etilgan masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida hamda tegishli mas'ul ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini berish uchun so'z Hakimova Nasiba Jo'raxonovaga beriladi. Marhamat, Nasiba Jo'raxonova. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining 2024 oktyabrdagi xalq deputatlari viloyat tuman shahar kengashining namunaviy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi
KQ 835 sonli qarorining 82 moddasiga asosan tegishli doimiy komissiya hisobotini o'z majlisida mahalliy davlat boshqaruv organi rahbari ishtirokida muhokama qilish hamda doimiy komissiyaning xulosa va mahalliy kengash qarori loyihasini tayyorlash tartibi belgilangan. Ishtixon tuman doimiy komissiya majlisida sanitariya epidemiolog osoyishtalik va jamoat salomatligi bo'limi boshlig'i Adumorodovning hisoboti qoniqarli topildi. Hurmatli deputatlar, shu masalani tasdiqlab berishlaringizni so'rayman. Mazkur masala bo'yicha qonun loyihasiga tarqatilgan bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qonun loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qullansin degan taklif qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraf yo'q. Kun tartibidagi masalamiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 21 aprildagi KQ 771 sonli farmoni va O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining Kengashining 2025-yil 6 maydagi KQ 174-5 sonli qarori ijrosini yuzasidan Ishtixon tuman gaz ta'minoti bo'limida tomonidan amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha so'z Ishtixon tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i Sharipov Farruh Nurmatov beriladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli ishtirokchilar, kengash a'zolari, Ishtixon tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i Sharipov Farruh bo'laman. Ishtixon tuman gaz ta'minoti bo'limi jismoniy shaxslar tomonidan kelib tushayotgan murojaat va arizalar, chiqish natijalari, ular bilan ishlash jarayonidagi munosabatlar, davlat sifatlari ta'kidlab o'tilgan bo'lib, ushbu holatlar yuzasidan xodimlardan tilxat va kafolatlar olingan. Iste'molchilar tarbiya tarmog'i o'rganish tartibi talab O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2023 maydagi ushbu konstitutsiyaviy qarorining 2 bandligiga ko'ra hisoblagichlar, montajlardan foydalanish va ularni tekshirish amaldagi qonunchilik va texnik jihatlarni tartibga solish, sohadagi normativ hujjatlarni muvofiq amalga oshirish. Yangi gazlashtirish xonadonlar esa hisoblagichlar sayti orqali onlayn tarzda rasmiylashtiriladi. Bundan asosiy maqsad iste'molchi va tabiiy gaz ta'minotchisi o'rtasidagi munosabatlarni soddalashtirish, vaqtni tejash, ortiqcha ovoragarchilikka chek qo'yish va eng asosiy ehtimoliy korrupsiyaviy holatlarni oldini olish bilan iboratdir. Endi fuqarolar shartnoma tuzish va shaxsiy hisoblarni ochish gaz ta'minot tashkilotlari borishligi shart emas. Buning uchun barcha hujjatlar real vaqt davomida gradusli onlayn kameralar bilan yuborilgan muntazam ishlangan hamda bo'lib ularni iste'molchilarga tarqatishi faqatgina Facebook'ga orqali amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 aprildagi partiya qarshi kurash tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha
Bormi savol? Ana. Ikkita savolim bor. Birinchi savolim aholiga yetishtirilgan aholilar yetkazib berish. Ikkinchi savolim Ishxon tuman gaz idorasiga ta'minot korxonasida bugungi kunga qadar nechta qonun buzish holatlari bor? 6 oy, 2026 6 oy holat. Noqonuniy kullanishni, korrupsiyaga holatlar nechta? Bizi suv gaz ta'minotini iste'molchiga e'tibor berish qilishga belgilangan bo'lib, shu kunda haqiqat tutilgan, yillik birinchi sabab 90 kunga borib birinchi sabab fondimiz qisqargan, talabi tabiiy kamayib ketgan. Ikkinchi sabab zavoddagi shu tabiiy qisqargan vaqti ta'minot e'tibor berish oshkor bo'lgan vaqti qancha cho'ziladi. Mana shu ikki haftada o'zgarish bo'lib, o'tgan hamma fondlar bergan. Zavoddan to'xtash bo'lmasa, texnikal muddat nozorlik bo'lmasa, bu vaqtga e'tibor beramiz. Bu vazifani burchimiz. Chunki har bir holatda bo'lsa, hakim raqamni bu uchun holatda ko'radi. orqaga cho'ziladi. Bir kun, 2 kun, 3 kun orqaga cho'ziladi, lekin bunaqa ko'p bo'lib ketmaydi. Sababi men bo'yicha hozir deb so'rayapman. Gaplashganimizda bu bo'yicha viloyatga chiqamiz dedi. Ikkinchi savolga javob berish 2026 yil oxir holati bo'yicha qanaqa qonun buzish holatlari? Birinchi savolga qo'shib chiqmoqchi edim. Agar noto'g'ri tushunmasa, bizda Ishxon tumanida GNP, ya'ni suyultirilgan gaz mahsulotini qo'yib berish shoxobchasi yo'q. Oqlar yo'q, yoki Qo'shovga boramiz. Yarim kun mana shunga sun'iy ravishga qochib qo'yapti. Albatta qolamiz. Agar bizga so'roq kiritgan vaqtda shunga ham bir oydinlik kiritib, Ishxon tumaniga ham GNP qo'yilsa, shaxsiy bo'lamiz, davlat tomonidan bo'lamiz. Ayol xalq xizmat qilishni yanada tenglashadi. Ikkinchi savolingizga yo'q, bizda GNP Ishxon tumanida yo'q. Suv gaz mahsulotini qo'yib beruvchi zapravka, shoxobcha yo'q. Qo'shovdan olib kelamiz, yoki Oqdaryodan olib kelamiz. Shu narsa o'zimizga tashkil qilsa, shunda so'roq qilsangiz, maqsadga muvofiq bo'lib, Ishxon tuman xalqiga ham yaxshi bo'ladi. Metandagi shoxobcha u bizniki emasmi? Bu Gresiya, tabiiy gazniki Yo'q. Metanda shoxobcha yo'q. 19-Mingchilon saylov okrugi deputati Abdulaziz Samurzonovich bo'laman. Metaga kiraverishingizda eski bizlarda anavi deydi. Ko'p narsa bo'lardi. Shunda oldin aholiga o'sha yerdan gaz zapravka qilib suyultirilgan gaz ballonlarini aholiga berardi. Metaga kiraverishingizda o'ng qo'lda bor. 2 yil, 3 yil oldin bo'lgan. Aha. Norozilik kelib chiqqan, iste'molchilar sifatli mahsulot yetib ko'rmagan, grammada, kilogrammada qandaydir bir kelishmovchilik bo'lib yopilib ketgan o'shalar. Hozir shunda shoxobcha yo'q. Agar ochilsa bo'laveradi. Xo'p, to'g'ri aytdingiz, rahmat. Lekin o'shani aholi noto'g'ri kilogrammida kam berilganligini yoki bo'lmasa sifatsiz mahsulot berilganligini aynan bu sizni tashkilotingizga bog'liqmi yo aholiga bog'liqmi? Endi qarang, agar siz tashkilotingizga bog'liq bu aniq kunday ravishda. Nimaga buni nazorat qilmagansizlar? Qo'limizdagi tayyor narsani bizlar o'zimiz ikkita xodim yoki 10 ta xodimni ayi bilan butun 280 minglik aholi jabr ko'rish kerak. Bu ham noto'g'ri narsa. Shunday ekan, biz xo'p, unga deputat so'ralmasa, azaki deputatlik murojaatini yuborsak, kengash raisidan iltimos qilardik yuqori tashkilotga. Bu deputatlik murojaati bo'ladi, deputatlar tomonidan yuboriladi. Siz yuqori tashkilot bu deputat so'ri sizga bo'lib qoladi-da, u siz hech olmay qolasiz. Masalan, biz faqat kengash raisidan iltimos qilardik, masalan, chuqurroq kirgan holatda deputatning murojaatini qilib, 280 minglik aholi, 280 mingdan ziyod aholi uchun nahotki bitta gaz suyultirilgan gaz shoxobchasi qurish mumkin bo'lmasa, mumkin bu narsani harakat qilsak bo'ladi birgalar. Siz bu qayta tashkil qilishimiz kerak-da. Shuni qayta tashkil qilish bo'yicha bizlar endi yuqori tashkilotdan bir manzil javob olishimiz kerak. Keyin yana bitta iltimos bo'ladi kotibiyat bolalaridan. Bizda viloyat deputatlarimiz bor. Viloyat deputatlarimiz ham bu masalani bizdan saylangan 6 viloyat deputat. Viloyat sessiyasida masalani viloyat rahbari ko'tarishini mana sessiyada bizlar bergan takliflarni rahbariyatiga yetkazishni so'rab qolgan bo'lardim, shaxsan deputat sifatida. Bu juda to'g'ri narsa bo'ladi. Chunki viloyat deputatlari viloyat sessiyasida viloyat darajasida yechiladigan masala.
tuman darajasidagi emas, viloyat darajasida yoki respublika darajasida oliy majlis deputatlarimiz bo'lsaylar ko'tarishimiz kerak, masalan, yechishimiz kerak. Bu xalqqa yengillik. Biz nimaga Oqdaryoda yoki Qo'shrabotdan olib kelishimiz kerak? Nimaga biz o'zimizda bo'lmasligi kerak? Buni harakat qilishimiz kerak. 2,5 million aynan nima sabab bo'yicha yopib ketgani xabar yo'q. Lekin yopib ketgan xabarni olgan vaqtda bo'lsa aqli pulga olyapti, pulga olmayapti. Qarozi bor, onlayn qarozi. O'lchab qo'shib kerak. Belgilangan 40 kilogramdan farq bo'lsa almashtirish vakolati bor. Boshqa berib deputat ikkinchi savollar ochiq qolib ketdi. 2026 yil ko'p davomida tabiiy gaz noqonuniy ulanish holatlari ulgurji iste'molchilar bo'yicha 5 ta bo'lgan, aholi iste'molchilari bo'yicha 50 ga yaqin bo'lgan. Bu tabiiy gazdan noqonuniy foydalanish hamda ma'muriy kodeks 101 hamda jinoyat kodeksi 185 ga tushadigan iste'molchilar hammasini ichki ishlar departamenti prokuraturaga jo'natganmiz. Soha yo'nalishida Allohga minnatdor shukr, targ'ibot tashkil ishlari oqibatida hozirgi vaqtda korrupsiya holat bizda aniqlangan. Zarar qancha o'shalar? Zarar endi quvvatiga qarab 40 million, 30 million, 40 milliongacha aholi xonadoniga to'g'ri kelyapti. Tadbirkorlarga 300 milliondan 1 milliardgacha to'g'ri kelyapti. Chunki noqonuniy foydalangan holat aniqlanib, eng yuqori xarid hisoblanadi. 300 million o'zdan boshqa 300 million hisoblanyapti. Kecha yoqqanmi, biroy o'g'li yoqqanmi, vazirlar mahkamasida qaror aniq belgilangan. Oxirgi ahvol, ya'ni gaz yoki asosiy shaxsiy vakolatli organdan oxirgi bo'lgan kuni belgilanmagan bo'lsa, davom muddatidan oshmagan holda 3 yilgacha hisoblash vakolatiga ega. Shuni hisobida iste'molchimi, tadbirkormi, 10 so'm yoki bir 10 million daromad qilaman tabiiy gazdan yoki elektr energiyadan deyaptida 100 million milliard tushib ketib qolyapti. O'ziga o'zi jabr qilyapti. Bo'lib aloqa foydalanib bo'ladi. Yo'q, shu 1 million ikrom qilaman, hisob qilaman deydi. 5 million tushib ketyapti. 100 million 200 million emas, 5 million tushib ketyapti. Borgan savol takliflar. Rahmat. Mana shu gazbolonda endi to'g'ri bordi. Gazbolonda yangi gazbolon olish uchun qancha pul to'laydi ko'rasizlar? Mana pul to'laydi. Pul olib kelmang. Bankka borib to'layapti. O'shandan keyin qancha to'layapti? Navbat bilan beramiz, chunki hozirda navbat turibdi. Iste'molchi navbat kelsa oladi. Aniq sanoq 5 kun, 1 oy, 2 oy deyolmayman. 3 oy, 6 oyga shu mumkin. Agar iste'molchi o'zini o'ylarga hisobga kelib chiqib, navbat turmayman deb borib, postavardan o'zi sotib kelib, faqat tashkilotga a'zosi bo'ladi. Ba'zi ham bizda a'zo sotib olgan bilan davlatdan qarz oladi. Ko'chadan sotib oladi. Bizdan bepul olmaydi. Xaridni to'laydi. Ko'chadagi 500 dan ketiradi. Bizga o'sha 3dan 1 mart to'laydi. Ijara. Ha, 160 kimizlar beradi? Ijarada o'zida qolmaydi, fuqaro o'zida qolmaydi. Yo'q, puli bizda qoladi, lekin Yo'q, gazbolonda aytyapman. Magazin olgan ketyapti. Ya, u magazin olgan o'zingizniki baribir. Endi 2 oy, 3 oy degani beraydi-da endi. Hozir 1,5 yil bo'ldi-da, bermayapti. Murojaat tushyapti, 1,5 yil bo'ldi. Shuni ololmayapman. Bunga sabab haqiqatda ish to'xtagan kelish, vodiydan kelamiz deya. Yangi sakkizinchi sirli tarqatdilar. Keyin 25 tala iste'molchilar o'zidan terib tarqatdilar. Mahalla raislariga ham iste'mol bo'lardi. Har xonadonga ham tabiiy gaz bor, ham suv gaz bor. Olish uchun omad bo'lyapti. Tabiiy gaz bor, gaz bilan olish kerak, boshqaga berish kerak. Shunaqa vaqtda janjal kelib ishlayapti. Shunga o'xshab ishlayapti deya. Yani mahalla raislari akollar qilyapti, deyapti. Ana shularning olib hech kim ko'rmayapti. Olib hozir plastik muammomi plastik hozir kelish to'xtagan, hozir bizga yana mana shu shaffof yo'l yangi dastur joriy qilingan. Tabiiy gazga, shuruq gazga ham so'rashdan boshladi. Hozir hali yo'lga tushayotgani yo'q. Yaponlarchadan murojaat qiladi. Shu uzoq vaqtgacha yangi so'roq ham beradi. O'sha so'roqni tashlaydi. Iste'molchi ishlangan peyzajni qilib, onlayn pulga so'raydi. Mahsulot yo'q. Savolga taklif olgan ham. Rahmat. Qo'shimcha bor. Mayman. Ustuvon tumanida hamma yerda yashab turibdi. 8 oygacha to'g'ri bo'lgan masalan, kerak joydan olgan chiqdim. Ustuvon tumanida 20 kilometr xalosda bo'sh gaz quvuri turibdi.
turgan joyga chirpam ketyapti yoki ispan ketyapti, xalqdan olmayapti. Agar shunisi zo'rg'a kirgizib farmoyish qilib bersanglar, ancha joylarni demontaj hisobidan yangilardi. Buni oqibatida ta'minotni yanada yaxshilardi. Viloyatdan yoki respublikadan gaz to'g'ri olish hozirgi kunda muammo. Mana shu yil kuz qish mavsumiga 8 kilometr baribir oldik. 20 kilometr turibdi. Suyuq gaz hududida. Shuni ham olib skladga omborga qabul qilib, ishxon markazi, bitta qayerda masalan ta'minot yaxshi bo'lmasa, suvarni almashtiradi. Bunga birinchi sabab misol 10 ta xonadon bitta-bitta gaz chekkan bo'lsa, birinchi xonadon o'sha boshdan tirsakdan gaz olib kelyapti, ikkinchi xonadonga bermayapti. İkinci xonadon xuddi o'sha olib kelyapti. Xuddi shunday uchinchi xonadon olib kelyapti. Bu 5-6 qo'shqator paydo bo'lyapti. Soatiga 10 kub gaz berayotgan bo'lsak, u har bir tuban o'sha 1 kubdan ketyapti. Bu avtomat ravishda bosib tushib ketadi. O'shani demontaj hisobidan bitta bir 50 olib kelib, hammasiga 20 lik kirgizib olsa, hamma qalbi bir xil o'xshaydi. Mana shu bir e'tibor berib qo'ysangiz, 20 kilometr turba xalaqda turibdi. Xalqni o'ziniki mana shu olib ketgan. Suyuq gaz hududida. Uni ololmaysizlar siz, to'g'rimi? Ular Men ololmayman. o'sha gazni ulashda turbalar balanslaringizga olmaysizlar? Sizlar balansimiz turgan mana xalq Yelib olganda buni. Yo'q, noto'g'ri narsa. Balansingizdagi narsa hisob bo'lgandan keyin sizniki hisoblanadi. Yo'q, sizlar balansda turibdi, lekin baribir deputatlar yordamiga hokim bog'ini Yordam boshlab beradi. keladi. Bu maslahatlar Chunki kesib ketgan soqlari bo'lgan, soqlarda turbalar kesib bo'lgan, xalq ko'tarilgan bermay, hozir hujjat turibdi. Bu ishlamaydi. Nega qandaydir buni ham biroz berish kerakmi? Turbayas bo'lgan bo'lsa, oldindan sotib olish kerakmi? Endi u xohlash, baribir ketadi. Yo'q ketadi. Ishlamaydi. To'g'ri, shu yo'q bo'ladi. O'sha joyga ta'minlash qayta ulanmaydi. Sabab bizdan farmon chiqdi, yashayiniga to'g'rilaydi, hisobotga to'g'rilaydi, 2025-yil. Iyun oyidan uzilib, quyosh paneli elektrifikatsiya kontrolini qo'yiladi. Bittaga. Bular endi orzu qilyapti yoki kutyapti, qachondir ketib qoladi. Yo'q. Ya'ni qaror istiqbolga qolmaydi. Shunday aytamiz. 15 kilometrdan turibdi boshqa. 20 kilometr hisobga chiqaman. 20 kilometr. 5 kilometrlarni kesib olib qolgan shu. Chaqang. Qandaydir bir yo'l o'tish kerak. Biznesini qo'yganda yangisini ta'minlasa, jo'yib qoladi. Shahar hozirga jo'yib qoladi. Bu maslahat qilamiz. Muhokamadagi masalalar bo'yicha qaror qilishimiz kerak. Mas'ul masala doimiy komissiya hamda tegishli mas'ul ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyani xulosasini bildirish uchun so'z Rabbimov ko'tarilib, qo'yish kerak. Rahmat. Xizmatlar shaffofligi muayyan natijalarga erishilgan. Kamchiliklar ham bor. Va qaytadan o'rganishga kelib olindi. Shu bilan birga korrupsiyaga qarshi ichki nazoratni yanada mustahkamlash, xodimlarning maslahatini kuchaytirish, o'z vaqtida ko'rib chiqishni ta'minlash bo'yicha ishlarni izchil davom ettirish maqsadida muvofiq hisoblanadi. O'z navbatida bu borada xalq deputatlari ijtimoiy ushbu masala bo'yicha xalq deputatlari qaror loyihasi tayyorlandi hamda ushbu masala sessiya
borada ishlarimiz hali davom etadi. Boshqa tashkilotlarga biz sekretarlik mazkur masala bo'yicha qaror loyihasiga tarqatilgan bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlash ma'qulmi? Ma'qulmas degan taklif qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Betaraf? Yo'q. Talab ma'qulmi? Kun tartibidagi Xalq deputatlari ishtirok tuman kengashining 2026-yil mo'ljallangan ish rejasini 2-chi bandiga muvofiq aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash, mavjud ichimlik suvi tarmoqlarini integratsiya qilish va yangilash, qurilish suv ta'minoti xizmatlari sifatini yaxshilash hamda ushbu yo'nalishdagi amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari va dasturlar ijrosi to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Samarqand suv ta'minot MChJ Shishton tuman filiali boshlig'i G'aniyev Baxtiyor Saidmurod beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Bilasizlarki, Shishton tumanida suvni ta'minlash darajasi olishga qo'yib bo'yicha bu 26-yil ko'p dasturlar berildi. Ulardan misol uchun aytsak, O'zbekiston qaror bu Islom banki tomonidan ikkita mahallalarning qishloq mahallaridan 47 mahallariga to'liq suvlashtirish rejalashtirildi. Bugungi kunda ishlar yakunlanib bormoqda. Bu ikkita mahalla bugungi kunga kelib 100% to'liq boshliqni ta'minlamoqda. Bundan tashqari qaror 392 qarorga asosan tumanimiz markazlariga ommaviy ishlarni qo'ygan fabrikalarda yangi markazlashtirilgan bugungi kunda mazkur ishlar amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari 298 qarorga asosan tumanimizdagi markaziy suv inshootni qaytadan rekonstruksiya qilish rejalashtirildi. Bugungi kunda kelib olamada sal haqli ekanida suvimizni tartibi sal xushroq, ya'ni qattiqroq bo'lyapti. Bunga masalan yechim qiyin bo'lgan sababli hozirlanish yechim bo'ldi. Ya'ni shu 298 qarorga asosan markazdagi joylashgan suv inshootimizni 7 marta filtrlanadigan usul o'rnatilyapti. Yani Yapon texnologiyasiga asosan 7 marta o'lchanadigan 7 marta kapitalangan filtr qo'yilyapti. Shuni evaziga xudoolasa bu shaharda desa markazdagi suv ichimlik suvimiz 100% suvdan ta'minlanadi. Bugungi o'sha shu hozirgi Savollar. O'sha 11-chi sayyor saylov okrugi deputatini ana shu Humoda suv inshooti o'rnatilyapti. Uni muddati qachon foydalanishga topshirilishi rejalashtirilgan va sifatlilik darajasiga to'liq ishonasizmi? Kelgusida foydalanishga topshirilgandan keyin unda muammolarga aholi duch kelmaydi deb o'ylaysizmi? O'sha nazoratga olingan. Bu mana shu qaror asosida juda yaxshi bo'ldi, chunki mana shu har bitta mahallada ko'zatmalar qo'yildi. Mana shu qurilishni sifatini nazorat qilib borishlarga har bitta tuman mahallada ko'chasini go'zallar qo'yish, hammasi nazorat qilib bordi bu narsani. Juda men o'zi Telegram guruh ham ochildi. Telegram guruhda xavfsizlikdan, ichki ishlardan, yana mutaxassislar bor edi. Har qanday odam shu kamchilikni ko'rdimi, birdan rasm uchun tashlab, o'sha joyni bartaraf qilish qilib ketdi. Bugungi kunda bu sifat yaxshi qurilyapti. Keyin bu yerda suvni toza qilish uchun 150 metr chuqurlikdan suv olyapti va bunga filtrlar qo'yilgan. Eng zamonaviy uskunalar ishlatilgan. Xudo xolasa garantiyasi bilan 50 yilgacha garantiya berilib, qurilishi nasib qiladi. Avgust oyida tugaydi. 1-avgustda Aqto'chida qilinadi.
hamda tegishli mas'ul ishtirokida muhokama qilingan shu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulossasini bildirish uchun so'z Abdusalomov Ilyor Salohberovga beriladi. Assalomu alaykum sessiya ishtirokchilari, hurmatli deputatlar. Xalq deputatlari Ishton tuman kengashining 2026-yilga mo'ljallangan ish rejasining 52-bandiga muvofiq aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash, mavjud ichimlik suvi tarmoqlarini rekonstruksiya qilish va yangilarini qurish, suv inshooti xizmatlari sifatini yaxshilash hamda ushbu yo'nalishda amalga oshirilayotgan investitsiya loyihalari va dasturlari ijrosi yuzasidan tumanda aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash, mavjud suv tarmoqlarini rekonstruksiya qilish, yangi ichimlik suv inshootlarini barpo etish sifatini oshirish bo'yicha izchil ishlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birgalikda investitsiya loyihalarini belgilangan muddatlarda yakunlash, ichimlik suvi bilan ta'minlanmagan hududlarni qamrab olish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va ajratilgan mablag'lardan samarali foydalanish ustidan nazoratni yanada kuchaytirish maqsadida muvaffaq hisoblanadi. Xalq deputatlari Ishton tuman kengashining agrar suv xo'jaligi va ekologiya masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi a'zolarining taklif va fikrlarini inobatga olib, ushbu masala bo'yicha xalq deputatlari Ishton tuman kengashining qaror loyihasi tayyorlandi hamda ushbu masala sessiya muhokamasiga kiritildi. Sizlardan ushbu masalalarni qo'llab-quvvatlashda o'z munosabatlaringizni bildirishingizni so'rayman. Mazkur masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun so'z berildi. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalarni hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qul. Ma'qulasiz degan taklif qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishni so'raymiz. Qarshilar? Betaraf? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi masalan Ishton tumani mahalliy byudjetining 2026-yil 1-yarim holatiga saqlangan erkin oldiq manbalarni hisobidan mablag'larni yo'naltirish to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Ishton tuman hokimining iqtisodiy va moliya bo'limi boshlig'ining o'rinbosari Ibragimov Sulton Rushamovga beriladi. Marhamat, Sulton Rushamov. Assalomu alaykum hurmatli deputatlar, yig'ilish qatnashchilari. Ishton tuman mahalliy byudjeti 2026-yil holatida saqlangan mablag'lar hisobidan quyidagi tartibda yo'naltiriladi. Jumladan, Ishton tuman hokimligining maxsus xonasi o'rnatilgan tashxis xizmati bo'yicha to'g'rilash xizmati 12,308,700 so'm. Ishton tuman hokimligining balansida bo'lgan avtomobilni ta'mirlash uchun 20,182,000 so'm. Hokimlik faoliyatida ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlar uchun yoritish hamda media mahsulotlar tayyorlash xizmatlari uchun 15 million so'm. Kanseriya mollari uchun 5 million, ovoz xarid qilish uchun 15 million so'm, jami 20 million. Ishton tuman hokimligi binosini joriy ta'mirlash maqsadida 750 million so'm. Hokimlik majlisi zalida video konferensiya tizimini sifatli tashkil etish uchun zamonaviy kompyuter qurilmasi xarid qilish maqsadida 23 million so'm. Ishton tumanida joylashgan ko'p qavatli uylarni mukammal ta'mirlash uchun 60 million 600 ming so'm. Ishton tuman hokimligi texnik xizmat ko'rsatuvchi va Ishton tuman oila xotin-qizlar bo'limi texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarini aprel-may iyun oylarida moddiy rag'batlantirish uchun 129 million so'm. Ishton tuman markaziy shifoxonasida bemorlar uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida 850 tonna choyshablarni almashtirish uchun 100 million so'm mablag'lar ajratish taklifini beraman. Savol va takliflar bormi? Ruxsat bersangiz, hurmatli rais. Marhamat. Abdulaziz Isomovich saylov deputatiman. Bizlar hamma sultonaga xabaringiz bor, har bitta masala revolutionga hujjatga qo'yiladi. Shunday ekan biz o'shanda bergan takliflarni inobatga olishimiz kerakda. ID raqami 115.080 soni bilan kengashga qo'yilgan qaror bor. O'shanga berilgan
takliflarni inobatga olib kengashda tasdiqlasak hurmatli deputatlar, chunki aynan mana shu berilayotgan byudjet masalalarini, ajratilgan mablag'larni senat qarorida ham, prezident farmonlarida ham to'g'ri belgilab qo'yilganki, o'sha ilk hujjatdagi takliflar inobatga olinishi 8-to'g'risida belgilab qo'yilgan bu bandida. 8-bandiga muvofiq bemalol o'sha takliflarni inobatga olsak bo'ladi. Shunday ekan, berilgan takliflarni inobatga kengashda shu qarorga hurmatli rais taklifini kiritaman, qo'shimcha maoshlarni inobatga olishlarini so'rayman. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, hokimiyatga pul ajratish bo'yicha Sulton aka hokimiyatni global buxgalteri kelganda ham biz aytgandik, pul ajrataman dedi, 280 kvadrati o'sha xilpini balansi dedilar. Hurmatli deputatlar, o'shani remont qilib qo'ysa, u bilan ijara shartnoma qilinmagan deydi. O'sha sessiyagacha ijara shartnomalarini qilib bizga taqdim qilinsin. Chunki u kadastr bilan to'g'ridan-to'g'ri u partiyani balansida bino. Balansini remont qilib qo'ysa, ertaga u bizlardan tortib olsa, biz mahalliy byudjet hududiga boshqa tashkilotga sarflavergan bo'lamiz-ku deb savol qo'ydik. Doimiy komissiyada o'shani inobatga olib bizlarga taqdim qilish kerak edi. Qilingan shartnomasini taqdim qilmadi. Shuni endi mana sessiya qarorida hurmatli deputatlar shuni inobatga olishlarini so'rayman. Chunki 750 million pul ajratyapmiz, katta mablag'. To'g'ri hammasi Sulton aka hokimiyatga binosi ketmayapti. Endi anglashmovchiliklar ham borda ozginagina. Ular ertaga sudga bersa ham sudda yutqazamiz, chunki ular qo'lida kadastr qonuniy hujjat turibdi. Remont qilib qo'ysak-da ular ertaga bermasin. Agar noto'g'ri bo'lsa, fikrlaringizni, marhamat, e'tirozlaringiz bo'lsa bildirishlaringiz mumkin. Bor yana savollar. Muhokama etilgan masalalar bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida hamda tegishli mas'ullar ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun so'z Abdug'aniyev Somonxonovga beriladi. Marhamat, Somonxonov. Mahalliy byudjet va tadbirkorlikni rivojlantirish masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi xulosasiga binoan hurmatli deputatlardan ushbu masalani qo'llab-quvvatlab ovoz berishlarini so'rayman. Taklifni inobatga Takliflarni inobatga Shu inobatga olinyaptimi? olinadi. Buni orqaga berildi. Qaror loyihasini bitta alohida band sifatida kiritib ketiladi. Taklif qaror sifatida kiritilarkan ma'qul. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qullansin degan taklif qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar? Yo'q. E'tiroz? Yo'q. Keyingi masalamiz Shuhmat tumani infratuzilma va ijtimoiy vakolatli jamg'armasi hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi masalalar muhokamalanyapti. Shuhmat tuman hokimining iqtisodiy moliya bo'limi boshlig'i birinchi o'rinbosari Shoniyozov Azamat Rahmonovga beriladi. Marhamat, Azamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 3-yanvardagi aholi ijtimoiy himoyalanish tizimini moliyalashtirish choralari bilan takomillashtirish choralari to'g'risida farmon qabul qilingandi. Ushbu farmon qarollari infratuzilma va ijtimoiy vakolatlarni jamg'arma tashkilotining tashkiliga ushbu jamg'arma mablag'lari hisobidan besh tashabbus olimpiadasi doirasida futbolni ya'ni futbol, mini futbol va shaxmat musobaqalariga g'oliblarning g'oliblar sovrinlarini taqdirlash maqsadida 1 million so'm mablag' ajratish loyihasi kiritilgan. Ushbu qaror loyihasi savol va takliflar bormi? Taklif bor. Marhamat. Bizning safar mana shu doimiy komissiyadan shu byudjet masalalari bo'yicha doimiy deputatlarning taklifi inobatga olinsa-da, bir necha bor sessiyalarda taklif berilyapti. Mana shu savol ya'ni infratuzilma bo'yicha o'sha jamg'arma, lekin hali inobatga olinmayapti. Inobatga nima haqda gap ketganini savol beruvchi ham bilyapti, raislar bo'yicha deputatlar ham bilib turibdi.
endi konteynerlar bilan ta'minlash masalasi edi. Bir necha bor yig'ilishga qaramasdan endi bilmayman o'sha bunaqa olinmi yo'qmi bilmayman. Biz shu uyga nima qilgan yo'q, ijtimoiy obyektlar konteynerlar bilan ta'minlash. Chunki hamma tomon qaraymiz, ijtimoiy obyektlarga boramiz. Hech bo'lmasa maktablarda bitta qog'oz bo'lsa ham yerda yotadi-da. Bitta chiqim konteyner bilan ta'minlasa yaxshi bo'ladi. Va keyin nima muammo shu? Avval ajratib ham qo'ygan bu bo'yicha hokimlikka beramiz, hokimlikka ko'cha bo'yicha ma'lumot xatni beramiz, shu tasdiqlanishdan bir yildan boshqa masalada Hukumat rais, agar ruxsat bersangiz, prezidentni PF 28-son qarori bordi. Ya'ni kotibiyatlarni moddiy texnik bazasini ta'minlab berish hokimga va hokimning moliya bo'yicha birinchi o'rinbosari va qurilish bo'yicha o'rinbosari yuklatilganda, Azamat aka sizdan bitta iltimos bo'ladi. Shu doimiy komissiya raisi sifatida mana hozir u zalda, hokimiyat zalida yig'ilish bo'lib qoldi. Yig'ilishga zal izlab qoldik, sessiyaga. O'zimizni kengashga rahmat, yaxshi remont qilib beriladi. Bitta masala qolgan, shu zalini ham shuni remontini qilib, mana shu moddiy texnik bazasini ta'minlab berib kirgizsalaringiz, biz ijro hokimiyatini ham bezovta qilmaymiz, mana bu haligi xalq ta'limini ham bezovta qilib o'tmaymiz. Misol uchun mana tashkilot rahbarlarini chaqirdik-da, ustoz. Hozir misol uchun ekranlarni vaqtida qilolmay qoldik, tayyorgarlik ko'rolmay qoldik. Soat 9 da boshlashimiz kerak, 10 gacha cho'zilib ketdi. Tashkilot rahbarlari ham kengash deputatlariga e'tiroz bildiryapti. Vaqtda tayyorgarlik ko'rmay deputatlar kelgan, lekin joyimiz yo'q. Shunday ekan, siz mana sessiya onlayn ham ketyapti. Fazl Kiromovichga masalan yetkazishni so'rayman. Shu bo'yicha o'sha mahalliy byudjetda orttirilgan mablag' hisobidan bo'lsa ham ta'minlab berishlarini so'rayman. Sababi bu kengash uchun kerak. Chunki aynan prezidentning farmoni bilan 28-farmoni bilan belgilab qo'ygan o'sha ta'minlab berishlari shart. Uni ijro ta'minlaysa ertamaydi. Faqat shuni tezlashtirib bersalaringiz, biz endi muammo qilmasa o'zimizni xalq qabulxonasi binomizda o'tkazaverardik-da. Shuni yozib olib, taklifni rahbariyatga yetkazishni so'rayman. Shundan yana o'zimizga taklif bordi. Aytgan birinchi yanvar palata saqlagan xalqqa sulton akasi himoya qildi. O'sha qaror loyihasiga o'shani qo'shimcha kiritish bo'yicha taklif kiritib ketsa, plus hozir mutallaqaning taklifini jamg'arma bo'yicha alohida men hisobot qilayotganim uchun u unga bu jamg'arma. Endi men sizga o'shani agar taklif kiritib ketsa, sizlar shunga yozsa, keyin qo'shimcha xatni hokimga kiritadi. U majbur kiritishga, sababi kotibiyat hozir yozadi, deputatlar qo'shimchalar bilan taklif qilib bergandan keyin uni kiritishga majbur. Uni kirgizmasi mumkin emas. Faqat bitta narsa men buni aynan sizga beraman, bu jamg'armani pulligini ham bilaman, u ortiqcha mablag'ini ham bilaman. Prosta siz hozirgi vaqtda siz iqtisodiyot bo'yicha o'rinbosar, birinchi o'rinbosar asosiy vazifasini bajaruvchi va shuning uchunligi sizga mas'ul, sizga bu bo'lganligi uchun to'g'ri yo'nalish sizga beryapman misol. Siz hozir jamg'arma haqida aytyapsiz, u kishi mahalliy byudjetda jamg'armani taklifini bunga beradi. Bizning taklifimizni Sulton akaning o'zi qaror qismiga kiritadi. Qarorni nazorat qilish shaxsan bizning doimiy komissiya nazorat qilamiz endi. Endi bo'lmaydi, nazorat qilmasak endi boshqacha bo'lyapti. Ta'minlanmagan o'sha keluvchi tashkilotlar bo'yicha prokuratura xat chiqaradi. Boshqa rahmat. Xo'p, rahmat. Assalomu alaykum. 12-chi saylov, xalqaro saylov okrugidan qonun qilamiz bo'laman. Bu nogironlarga berilgan va 62 million pullar o'tgan sessiyalarimizda tasdiqlanuvdi-da. Uy ta'miri bo'yicha nogironlarga. 37 ta fuqaroniki tasdiqlangan-ku. Bu yerda birinchi maktab orqasida Mamadaliyev degan fuqaro Said Muratmonmi edi? Ana shu kishining anosini qurilish nomi bilan ham birgalikda borib qo'ydik. Ana shunga 62 million pul mablag' yetmaydi remont uchun. Shuni hokim bolaga ham taklifini bergandik. Shuni jamg'arma hisobidan yana qo'shimcha ozroq pul qo'yib turib, shuni qaytadan uyini ta'mirlash imkoniyati bormi yo'qmi? Qurishdi. Bu qo'shimcha qo'shma qaror chiqardi. Qo'shma qarorni ijtimoiy agentlik bilan Iqtisodiyot va moliya vazirligi vazirlar orqasida qarorda uyda 60 million va 2000 oklabgacha mumkin deb belgilanganda, shuning uchun o'shandan oshmagan holatda bergan.
Ya endi o uy ta'miri, onu tushundim. Uy ta'miri bo'yicha 62 million bo'yicha o qaror loyihasi tasdiqlangan, boshqa qilingan, ajratib berilgan. Pul ajratib ham berilgan. Lekin 62 million pul bilan u ta'mir qilib bo'lmaydi uni. Chunki deganda deputatlar bilan ham birgalikda borib ko'rdik uni. Boshqasini qildik, qaytadan buzib turib, kichikroq qilib turib, uy solib turib, shu 62 millionga jamg'arma hisobidan qo'shilmasang 100 million yo 120 millionga shuni ta'mir anavda qaytadan tikka qilib berish imkoniyatini jamg'armadan qo'ysa bo'ladimi, yo'qmi degan taklifni beryapman-da. Tushundim. Men buni o'sha qaror bo'yicha yuqoriga chiqib ko'raman. Chunki u yerda belgilab qo'yilganda limit summasi. O'shani chiqarishga qo'shimcha qarang, shu aytmoqchi, kecha o'rganib keldik 1 minutda 60 million ajratilgan, lekin u ta'mirlashning imkoniyati yo'q haqiqatda deyapti-da. Bu yerda qo'shimcha mablag' bo'lmasa 60 million ishlatsa havo uchib ketadi demoqchi. Shuning uchun imkoniyati u tepaga chiqish emas, o'zimizda imkoniyat o'rganib ko'rish kerak. Jamg'arma hisobida bersa bo'ladimi? hisobidan qo'shimcha katta. Bo'lmasa shu jamg'arma hisobidan qo'ysak 62 million tasdiqdan o'tgan. Ularga aytsangiz 62 milliondan ziyod pul bermaymiz deydi. Endi buni qo'shimchasiga shu yana bir 60 million, 70 million qo'shib jamg'arma hisobidan qilsa, shuni tasdiqlab turib o'tkazib qilsak bo'ladi menimcha, to'g'rimi? Keyin yana bitta narsa, hozir bular qilyapti, bu yerda qaramak qilyaptilar, bari tanlov bo'lar, yoki mablag' ekonom qilayotgan qismi bor-da, o'shanda ham yo'naltirsa bo'ladi. Muddat o'tib boryapti-da, kun o'tib boryapti sharoitda. Sessiyaga qo'yib, bugun keyingi sessiya iyul oxiriga bo'ladi. U muddat cho'zib ketadi. Shuning uchun ekonom mablag'larni qo'shimcha bo'lsa bo'ladi. Sizga misol 60 million ajratilgan, lekin qanday ishlatish? Chunki u yerda hammasi 60 million ajratilgani bilan u ko'pini xarajat 60 millionga yetmaydi. 30 millionlik, 40 millionlik, 50 millionlik xarajatlari bor. Mablag' ekonom bo'ladi. Deputatlarimiz ishlayapti. Nuroniy jamoat mas'ullarining rahbarimiz, bevosita deputatimiz Nuroniy. Bu kishining ham joylarda faoliyati bor. O'zimiz deputatlar bilan aylanib yuribmiz. Bu yerda qandaydir faoliyatiga ozroq bir yordam qilishimiz kerak-da. Ko'p vaqtdan beri bu masala ham cho'zilib kelyapti. Tuman hokimiga ham takliflar berganmiz. Endi yaxshiroq faoliyat yuritish uchun qo'shimcha bir yordam ko'rsatishimiz kerak-da. Shu masalani ham qandaydir o'rganib ko'rish kerakmi? Mablag' masalasi asosan. Mablag' masalasi ko'p tortishuvlar bo'ldi, ko'p lekin o'zi Azamlar, endi jon bolam ikkalamiz urushib qoldik. Achchig'im chiqsa bu ikkita boksam tushirib yuborardi. O'zim deydim. Nima demoqchiman? Men Nuroniy jamg'armasi. Hozir o'g'aylar 1,5 trillionga yaqin parta, stul, hali stulda, üstü boş, undan keyin nima papka, haligisida daftardan tortib sekuligacha, liniyasigacha hammasi mahallaning raisi bilan yettilik bilan qo'l qo'ydirib berilyapti-da, uni orqasini tekshiradi. Hali shundan qo'rqqanimizda hammani papka tikib boryapti. Hozir mana hozir Nuroniyga kirsak, boyagi parta, doska yurib bo'lmaydi, kirib bo'lmaydi, qo'yayotgan joy yo'q. Lekin bitta narsa, haligi sportiyniy forma bilan usti boshlar berilishi kerak, o'sha kelmay turibdi. Kecha o'zimizda hali buxgalter bo'lib ketganda nima desam dedim, bo'ldi Bahodirga ertaga yetkazaman dedik. Hali bu kechgacha qarayman, bo'lmasa o'sha nashatlarni spirt hisob jo'nataman deb turibman. Endi nima demoqchiman? Siz, Azamatjon, masalan men ma'rifchiman. Ma'rifni qaysi sohasida so'rasangiz aytib beraman. Siz ixtisossizsiz. Siz aytyapsiz menga yo'l topib ber. Nima sababdan meni Qo'shrabotga bir og'iz telefon qilmaysiz? Qo'shrabotda mana Shavkat aka bilan gaplashyapman. Bahodir aka deydi. Hozir deydi, haligi gazim uchun deydi. Svetim uchun deydi. Onlayn hali jo'natishlik Wi-Fi'lar bor-ku. Shular uchun, telefonlar uchun deydi, 5 milliondan deydi hammasini o'tkazib berdi. Hatto deydi minib yurgan mashinam deydi 23 millionlik dedi. Nimadan dedi plan o'tkazib berdi dedi. Hokimiyatning buxgalteriyasidan. Siz
moliyani mudiri bugun endi shunday sizda endi. Toping deysiz. Men qayerdan topaman? Siz topib, teshikni siz toping-da aka. Bir yildan buyon yuribmiz. Hozir endi gapni ochig'i gadaylik hali yerdan 3 million pul beradi, shunga hammasini tikib qo'yibman lekin. Erta sotlasam ham nima qilaman? Haligi svet uchun o'chib qoladi. Bitta narsani aytolmaymiz. Rasmga tushira olmaymiz. Peshatlay olmaymiz. Qog'oz tamom bo'lgan. Ha mana boshlig'ingiz bor ekan, endi mayli, bichara kattarib ketdi. Nima qilib turib, keyin gapirmay ham qo'ydim. Shu bir yo'lni qilish kerak. Bo'lmasa men gapni ochig'i bitta ikkitani hurmat qilib yuribman. Katta auditoriyada men gapiraveraman, keyin ishtihomni obro'siga minus bo'ladi. Og'aylar, to'g'ri tushuning, bir so'm pul yo'q. Mana shu 7 oydan buyon faqat kissamizdan nuroniyni yuritib turibmiz. O'g'ri bu deydi, g'or bu deydi, insonlar bu deydi. Bu tushunmayapman, azamatjon. Aylanay. Hokim necha marta aytdi sizga? Chaqirib olib. Keyin chiqqandan keyin oldida hop bu qilaman deysiz-da. Chiqqandan keyin buraverasiz. Bu boshqa mamlakat hisobidan ko'ramiz endi homiylik boshqa taraflar. Yo'q, mana men qarang. Pastarg'omni haligi Ali bilan gaplashdim. Aka dedi, hokim dedi, mana ikkita hokim almashib qoldi dedi. Hammasini qilib beryapti. O'zi men dedi, schyotımda nimam yo'q dedi. Tumanda hokimlikni balansida bosh buxgalteri moliyadan nima qilayotganligi shunday o'tkazib beryapti. Menga nima farqi bor? Menga nuroniyni o'tkazib bermang. Joy yeb qo'yadi desangiz. Men unga zo'ram emasman. Lekin ish ketish kerak. Qo'shilib mana. Bir so'rang, xo'p deydi, qilmaydi bular. Mana aradan qancha bir 2 oylar vaqt o'tib ketdi, ikkalamiz urushib qo'yganmiz. Jon uka, endi siz ham erta nuroniy bo'lasiz. Tushunarli. Hozir bizlarda aytgan bu hozir O'zbekiston Respublikasi byudjetini tasdiqlash to'g'risida qonunda ham, byudjet kodeksida ham byudjetda saqlanmayotgan tashkilotlar uchun boshqa tashkilotlarga moliyalashtirish bo'yicha taqiq bor. O'sha taqiqni olib tashlamaganligi uchun chiqarmaganda, uni boshqa muomalalar sizlar ko'rib xudo xolsa yordam beramiz. Yo, siz to'g'ri tushuning-da, jon bolam endi. Yozayotgan qog'ozimiz bo'lmasa, kompyuterda rangi bo'lmasa, o'shalarni ham kissamizdan olyapmiz. Moshim mani 2 haftadan buyon berdi jo'nat rasmga tushiryapmiz. Yo'q dedi viloyatda. Borib mahallaga borasan-da, yig'asan-da, butun haligi kambag'allikni qisqartirish bo'yicha mahallani ham hali emblemalari tushsin dedi. Bir 15 ta mahallaga kissadan benzin nima qilib turib mashina bilan o'zimiz mashina bilan bordik. Endi bo'lmaydi endi ukajon. Shu oriyat uchun ishlayapmiz, nima qilib turib. Ya shuni bir haliga kirittiring, nima qilib turib. Ya o'rganib ko'rib, menga muddatini ayting. Bo'lmasa gapni ochig'i. Chiqaveraman, viloyatga ham chiqaman endi, respublikaga ham chiqaman. Chunki men halolman. Bir joydan bir 10 so'm, 10 tin bir joyini yegan joyim yo'q. Qaror loyihasi bo'lsa kiritdingizda. Bormaydi savol takdir. Yo'q. Muhokama masalalar bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida hamda tegishli mas'ul ishtirokida muhokama qilingan. Ushbu masala bo'yicha doimiy komissiyani prosesini bildirish uchun so'z Soliyeva Vasila Ismoilovnaga beriladi. Ushbu masala belgilangan tartibda doimiy komissiyada ko'rib chiqilgan 11-iyun kuni o'tkazilgan doimiy komissiyamizda xulosa qilib aytganda, Ushxon tumani infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'lari hisobidan 304.305.000 so'm mablag' ajratish to'g'risidagi qaror loyihasi amaldagi qonunchilik talablari hamda taqdim etilgan asoslantiruvchi hujjatlarga muvofiq tayyorlangan bo'lib,
mablag'larning 5 tashabbus olimpiadasi doirasida futbol, mini futbol va shaxmat bo'yicha Davlat xavfsizlik xizmati kubogi tuman bosqichi g'olib va sovrindorlarni munosib rag'batlantirishga yo'naltirilishi, yoshlar o'rtasida ommaviy sportni rivojlantirish va ularni sog'lom turmush tarziga keng jalb etishga xizmat qilish sababli mazkur qaror loyihasi xalq deputatlari Ishton tuman kengashi sessiyasida ko'rib chiqish va ma'qullash maqsadida muvofiq deb hisoblangan. Hurmatli deputatlar, ushbu qaror loyihasini qo'llab-quvvatlab ovoz berishingizni so'rayman. Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasini tasdiqlash ma'qulmi? Ma'qul. Ma'qullasiz degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishlarini so'rayman. Qarshilar? Yo'q. Yetarli. Yo'q. Qaror oldi. Nega tuzilma bo'yicha azamat aka? Qaror loyihasi bu qaror loyihasi infratuzilma ijtimoiy barqaror davlat mablag'lari hisobidan mahallalarda prezident qaror bersa, mahallalarda kameralar o'rnatish, sotib olish va namoz o'rnatish uchun 242 million so'm mablag' ajratish loyihasi berilgan. Keyin mahallalarda o'rnatilgan kameralarga elektron hisoblagich olish bo'yicha 106 million so'mlik qaror loyihasi kiritilgan. Ushbu qaror loyihalarini tasdiqlash. Savollar bormi? Muhim etilgan masala bo'yicha qaror qabul qilishimiz kerak. Mazkur masala doimiy komissiya yig'ilishida ham tegishli masala ishtirokida muhokama qilingan. Shu masala bo'yicha doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun so'z Nurmuhammedov Ulug'bek Erkinovga beriladi. Marhamat. Ishton tuman infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi hisobidan mablag' ajratish to'g'risidagi masala joriy yilning 26-iyun kuni xalq deputatlari Ishton tuman kengashining mahalliy byudjet tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalari bo'yicha doimiy komissiyasida ko'rib chiqildi. Doimiy komissiya a'zolari tomonidan bu bo'yicha savollar bo'ldi, o'zgartirish, o'sha qo'shimchalar kiritildi. O'shalarni hisobga olibsiz, mana hisobotingizni aytib o'tyapsiz. O'shalarni hisobga olgan holatda ushbu qaror loyihasini deputatlardan tasdiqlab berishini so'raymiz. Ma'qullasidagi taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Qarshilar? Ertalab yo'q. Kun tartibida keyingi masalamiz xalq deputatlari Ishton tuman kengashining kun tartibida keyingi masala xalq deputatlari Ishton tuman kengashining 2026-yil 9-fevral 2026-yil Ishton tuman bo'yicha alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish hamda umumiy ovqatlanish korxonalari tomonidan alkogol mahsulotlarini realizatsiya qilish uchun yig'ilmalarni cheklangan stavkalarni oshirish to'g'risidagi 7-18-4-7-95 sonli qaroriga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi masalani muhokama qilamiz. Ushbu masala bo'yicha so'z va doimiy komissiyaning xulosasini bildirish uchun Abdug'aniyev Somon Nizomovga beriladi. Marhamat, Somon Nizomov. O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlis Senatining mahalliy hokimiyat tartibli organlari faoliyatini kuchaytirishga ko'maklashish komissiyasining 2026-yil 18 asosan axborot tahlil ma'lumotlarni tayyorlashda O'zbekiston Respublikasi hujjatlari to'g'risidagi qonunning 4-moddasi 2-qismiga muvofiq tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish tartib-qoidalarini muvofiqlashtirish va tadbirkorlik faoliyati subyektlarini xizmatchi yangi majburiyatlarni yuklashni nazarda tutadigan, shuningdek ularning javobgarligiga oidligini normativ hujjatlar rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran kamida 3 oydan keyin kuchga kiradi. Normativ hujjatlarni to'g'ri imzolagan o'sha xatolik uchun mana 3 oydan keyin o'zlashtiryapti. Shu masalalarni qo'llab berishlari
So'rov takliflar bormi? Mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi sizlarga tarqatilgan, bildirilgan fikr va mulohazalar hamda takliflarga qo'shilgan holda qaror loyihasi tasdiqlasak ma'qulmi? Ma'qul degan taklifga qo'shilgan deputatlar qo'l ko'tarib ovoz berishni so'rayman. Qarshilar? Yo'q, betaraf. Yo'q, chiqadi. Xalq deputatlari ishtirok etgan kengashining 7-chaqiri 23-sessiyasi kun tartibida keltirilgan barcha masalalar muhokamaga bo'lindi. Sessiya yakuni bo'yicha so'z sessiya kotibi Mavliyanov Jo'van Vahidovga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Muhtaram sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari ishtirok etgan kengashining 2026-yil 30-iyul kuni bo'lib o'tgan navbatdagi 23-sessiyasi belgilangan reglament asosida samarali tashkil etildi. Sessiyada xalq deputatlari ishtirok etgan kengashining 24 nafar deputati, 20 nafar ishtirok etdi, 3 nafari uzrli sabablar ko'ra qatnasha olmadi. Sessiya kun tartibida jami 13 ta masala kiritilib, barcha masalalar batafsil muhokama etildi. Sessiya davomida barcha masalalar yuzasidan fikr mulohaza bildirildi. Sessiya qarori bir ovozdan qabul qilindi. Shu bilan xalq deputatlari ishtirok etgan kengashining yig'ilishi sessiyasida barcha masalalar to'liq muhokama qilindi. Sessiyaning o'tish haqidagi fikr va mulohazalar bormi? Yo'q. Shu bilan